Koreyslarda juda sevimli mashinalardan biri Genesis mashinasi bor. G70 modeliga gaz qo'yganmiz. Hozir mashinani test drive qilyapmiz. Hozir mashina haqida ma'lumot bermoqchi emasman. Gaz qo'yilganda ko'p inomarkalar o'ylanib qoladi-da, qo'ydirishdan oldin. Qo'ysammikin, qanaqa yurar ekan, o'zi tusharmikin deydi. Gaz tushmaydigan avtomashinaning o'zi yo'q hozirgi kunda. Faqatgina elektromobillarga tushmayapti xolos. Keyin ayrim yangi modeldagi Mercedeslarga, yangi modeldagi BMWlarga tushmayapti. Hatto xudo xolasa qolgan bir 80-90% inomarkalarga gaz tushadi. Bo'laman Yevropa gazda bloklari har bitta mashinaga mavjud. Chiqmoqchi bo'lgan mashinalarga ham mavjud. Chunki Yevropa gaz blokida sifrovoy datchigi ham bor, analog datchigi ham bor. Bemalol ikkalasini ham bemalol bitta blokda o'zida yurgizib bera oladi. Bu mashinaga ham xudo xolasa inshaalloh Eurotor Plus qilib propan qo'yganmiz. Mashina hozir gaz zo'r harakatlanyapti, muammosiz yuryapti. 2 litr turbina. Akalar, muammo yo'q. Qanaqa inomarka bo'lishidan qat'iy nazar, Yevropa gaz blokidan qo'ying. O'zbekistonda любой hududida Yevropa gaz rasmiy dilerlik markazlari bor. O'sha joyda borib qo'ydirsangiz bo'ladi. Faqatgina ustani yaxshisiga qo'ydiring. Yevropa gaz blok hammada bo'lishi mumkin. Illo yaxshi usta topa olishingiz ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun original zapchastlari bilan garantiyali qilib, yaxshi ustaga qo'ydiradigan bo'lsangiz, sizning mashinangizda xudo xolasa hech qachon muammo bo'lmaydi. Agar o'zimizga yaqin bo'ladigan bo'lsak, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, Gazpro servisiga tashrif buyuring. O'zimiz sizning ishingizni chiroyli qilib, chotki garantiyalar bilan birga qo'yib beramiz. Quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, Gazpro servisiga tashrif buyursangiz bo'ladi. Salomat bo'ling.